Egil mashhur kanali. Sog'lig'im Jamshidbek bo'laman. Bugungi mavzumiz qisqa tutashgan rotorli asynxron motorda M teng Fs ga bog'liqlik formulasini qurish bo'ladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qisqa tutashgan rotor va pasport ma'lumotlari va taxometr. Taxometr sistemaga ulangan bo'ladi. Sistemada biz kosinus fini topishimiz mumkin va keltirilgan berilgan narsalarni topishimiz mumkin va asosiy narsa ulash kabellarini topamiz. Bizning birinchi qiladiganimiz Zazillar. Biz hozir bitta moment beramiz. Shunaqa qo'y, metin bo'lma, shunaqa qo'ygan bu. Moment berdik. Moment berganimizda biz ko'rsatishimiz 06 ga teng bo'ldi.